Assalomu alaykum akalar. Bugun 14-kun Avaskopda mana shunday qilib chujalarni tekshiramiz. Mana ko'rinyapti sizlarga. Ichida upload bo'lsa, mana shunday ta'mirchalari qimirlayapti даже mana chuja. Mana воздушный kamera. Воздушный kamera обязательно usti tarafda bo'lishi kerak. Bunday qilib qo'yasizlar. Воздушный kamera ustida bo'lsa, chuja damg'iq bo'lib qolmaydi. Agar воздушный kamera pastda bo'lsa, chuja o'ladi. Mana tuxumni qarasanglar mana. Krepsdan fanaligida keyin tayi естественно qotib qolgan. Bu degani upload yo'q bo'lmasa upload bo'lsa ham ichida o'lib qolgan o'sha. Bunaqa tuxumdan prinsip olib tashlasanglar bo'ladi inkubatordan. Endi menda inkubatorda joy ichida ko'pligi uchun prosta qoldiryapman. Ichida turaveradi, hech nima qilmaydi. Buni qaranglar, mana ta'mirlari bor. Chujani. Spokойно ko'rinyapti. Buning ichida upload bor. Hozir sizlarga upload yo'q tuxumni mana ko'rsataman. Mana yana bittasida upload yo'q ekan. Fanaligida yonib turadi. Ichida upload bo'lsa, bunday qaro bo'lib mana ichida ta'mirlari ko'rinib turadi. Bir xil payt qimirlashi ham ko'rinadi. Mana fanaligida mana upload. Mana shunday qilib mana 30 ta tuxum oldirdim Vyetnamdan. Uning 3 tasini ichida upload bor ekan. Qolganlarining ichida upload yo'q ekan. Keyin so'raysizlar nimaga qimmat deb. Mana qaranglar. Ta'mirlari вообще zo'r ko'rinib turibdi. Ichida dash qimirlayapti. Yuragi urib turibdi mana. 100% ochiladi. Toza, здоровый chuja bo'ladi.